417-savol. Diqqat do'stlar, savolga e'tibor beramiz. Savol: avtomobil haydovchisi uni boshqa transport vositalari quvib o'tayotganda qanday harakat qilishi kerak? Ya'ni siz avtomobilda harakatlanib bormoqdasiz, oldinga harakatlanib bormoqdasiz. Sizni ortingizdan boshqa avtomobilmi yoki boshqa qanday turdagi transport vositasimi sizni quvib o'tmoqchi. Ya'ni siz orqangizdan kelib markat qilmoqda yoki pog'rot yoqib har xil harakat qilmoqda. Siz bunday holatda harakat tezligini oshirish yoki boshqa harakatlar bilan, ya'ni sizni quvib o'tishiga to'sqinlik qilmasligingiz kerak. Demak, variantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri javob F2. Ya'ni harakat tezligini oshirish yoki boshqa harakatlar bilan quvib o'tishga to'sqinlik qilmaslik.